Bu yigit Suhrob Ubaydullayev, O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti talabasi. 2023-yil avgust oxiri u Rimdan Abu Dabiga, keyin esa Samarqandga uchish kerak edi. Lekin Wizz Air xodimlari uni aeroportda to'xtatishadi. Hech qanday sabab yo'q. Faqat shunday deyishadi. Boshqa aviakompaniyada uchun, aks holda sizni politsiyaga topshiramiz. Deport qilamiz, elchixonangiz ham sizga yordam bera olmaydi. Suhrob hayratda, hech kim unga hech narsani tushuntirmaydi. Natijada Rimdan ucha olmaydi, ikkinchi chipta ham kuyadi. Pul yo'q, reys yo'q, yo'l yo'q. U qarz olib Turkiyaga chiqadi. Bir necha kun Istanbulda tom ostisiz, yotoqsiz qoladi. Bu inson huquqlarini, iste'molchi huquqlarini buzish emasmi? Faqat millating uchun samolyotdan tushirish bu kamsitish emasmi? Ammo hikoya shu yerda tugamaydi. 16 yil oldin kanadalik musiqachi Dave Carroll United Bricks Guitars degan qo'shiq bilan butun aviatsiya sanoatini larzaga solgan edi. Qo'shiq sabab United Airlines millionlab dollar yo'qotgan, aksiyalari qulab ketgan. Endi esa o'sha musiqachi o'zbekistonlik yigit Suhrob bilan yangi qo'shiq chiqardi. Don't Fly Business Class degan. Bu shunchaki qo'shiq emas. Bu adolat, hurmat va inson qadr-qimmati uchun ovoz. Endi butun dunyo bir o'zbekistonlik yigitning hikoyasini eshitmoqda. United Airlines o'shanda millionlab dollar yo'qotgan edi. Endi esa savol bitta. Wizz Air bilan nima bo'ladi?